Ye do'st, Ohanli tog'larida biz ham shogirdlar orqadan kelyapti aylar. Chiroyli joylar, tog' toshning kattaligiga qaranglar. Mana qaranglar. Biz vodopodga qarab ketyapmiz do'stlar. Katta vodopodga ketyapmiz. Kuzatib, qo'llab-quvvatlab borsalaring, biz vodopodga borib chiroyli video qilamiz do'stlar. Biz yo'lda, men yo'l kelmaydi. Yo'lda ashula nesmi? Telefon qo'yinglar bironta ashula. Zaryadki? Unaqa ichki kiyimlar qaranglar, ichki kiyimlar. Haydi ichki kiyim. Haydi. Boli sangba. Ayni boyaqtesh, paspa. Ayni. Mana boyaqteshasiz mana. Oli mayda, aynam kalonlashmiz. Mana. Boli sangba mana. Men kamera qilsam mana. Boli sangba mana. Natarset oymi ichki kiyim. Qo'rqmanglar ichki kiyimlardan. Men tog'lar, do'stlar. Shapkani oldinga qarab toqadi odam. Oftob uradi, mazdan qochadi. Do'stlar mana chiroyli joylar. Kelaman desalaring birga kelamiz. Birga komanda bo'lib kelamiz, komanda. Komanda bo'lib olib kelaman, xudo nasib etsa bolalarni. Kommentariyaga yozsalaring birgalashib kelamiz shunaqa joylarga. Maza qilib O'zbekistondagi chiroyli joylarni tomosha qilasizlar. Mana suv qolib ketgan edi, baliqlar bor, qurbaqqalar bor. Do'stlar, bu joylarga qaranglar. Mana O'zbekiston tabiati. Mana Samarqandda Ohanli tog'larining tabiati. Bunaqa joylari borki,